Nega Amir Temur qamal qilgan har bir shahrini vayronaga aylantirib, aholisini esa deyarli butunlay qirib tashlardi? Aslini olganda, Amir Temur yurishlarida shaharlarni qamal qilishda an'anaviy qamal odatini o'ta qat'iylashtirib, shiddatli holatga keltirgandi. Lyus Ben Kerinning Amir Temur saltanati nomli asarida Amir Temurning qamal odatini quyidagicha bayon etadi. Uning qo'shini ma'lum bir qal'ani qamal qilib olar ekan. Har qanday jiddiy qamal oldidan shahar aholisi ilk marta ogohlantirilardi. Agar aholi taslim bo'lsa, deyarli hammaning hayoti saqlab qolinar, biroq ulardan katta tovon yig'ilardi. Sohib Qur'onga sadoqatli bo'lishga so'z olinar. Qala lashkarlari va aholi dastlabki ogohlantirishni rad etsa, Amir Temur muhosara boshlashdan oldin o'z radandostlari bo'linmasiga raqib mudofaasining zaif joylarini portlatib tashlashni topshirardi. Biroq hujum boshlanishidan oldin qamaldagilarga so'nggi ogohlantirish beriladi. So'zsiz taslim bo'lgan aholi ma'lum bir qismining hayoti saqlab qolinardi. Qala esa vayronaga aylantirilmasdi. Uning devorlari buzilar, mulki talanar, himoyachilari qatl etilib, omonatlar olinardi. Rad javobidan so'ng aksincha butun qo'shin itoatsiz qala yoki shaharga zudlik bilan hujumga o'tardi va ertami kechmi baribir uni taslim etmay qo'ymasdi. Tarixda ulug' amir zabt eta olmagan va tashlab ketgan birorta qala yo'q. Bunday holatlarda qamaldagilarning taqdiri ayanchli tugar. Shahar talanar, ayollarning nomusi toptalar, deyarli barcha aholi qilishdan o'tkazilar. Tirik qolganlar esa umrbod qullikka mahkum etilib, xonadonlarga o't qo'yiladi. Dastlab itoat etib, Amir Temur uzoqlashishi bilan isyon ko'targanlarni ham shunday qismat kutardi. Ayniqsa ularga qarshi Amir Temur nihoyatda shafqatsiz bo'lar, boshqalarga o'rnak bo'lsin uchun vayron qilingan shaharlarda ularning kesilgan boshlaridan minoralar qurilardi.